Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi kuninglar har birimizga xayrli barokatli o'tsin. Hozir O'zbekistonda qish bo'lishiga qaramay, biz hozir Guanjoudamiz. Guanjouda bahoriy kayfiyat, bahoriy holat, daraxtlarda ham o'z aksini topgan. Mana ko'rib turibsizlar. Va ajoyib joyga kelganmiz. Ko'rib turganinglardek bu mahsulotlar qishga ham chidamli mahsulotlar. Juda ham chiroyli holatda. Sifatiga ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Mana buni qarang. Ajoyibligini qaranglar. Buni jonivordi. Ko'rib ko'zing quvnaydi. Shunchaki ko'rsangiz ham maza qiladigan holatda. Meni e'tiborim jalb qilgan o'simliklardan yana bu daraxtlardan biri mana bu. Gulini ajoyibligini ko'ring. Xuddi sun'iga o'xshaydi. Tabiatimiz qanday bir mo'jizaviy, ajabtovur. Yana qanday ta'riflab berish mumkinki bilmayman. Lol qolasizda. Shunaqa narsa shunday uyingizdan chiqsa, sizni kutib tursa nima deydi, ha? Qani ko'ringlarchi. Yana bu kamiga bargam to'kmasa, qanaqa klionlar ham bo'lsa, qizil klion ekan bu, barg to'kibdi endi. Yana yangitdan barg chiqarar ekan. Mana nandinalar ham bor. Patina desanglar patina bor. Mana bu yoqda mana bunday o'simliklarimiz ham mavjud. Agar kimgadir shunaqa o'simliklar, daraxtlar, butalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, imkon darajasida yetkazib beramiz. Mana odatda buni Italiyadan olib kelishadi. Italiyaning o'rniga o'zimizga yaqinroq Xitoydan olib keltirsa ham bo'ladi. Mana bu ham sovuqqa chidamli. Ko'rib turganinglardek, bargi chiroyli. Gullashi mana bunaqa gullar ekan. Biz O'zbekistonda shunaqa o'simliklarga talab shunaqangi yuqori bo'lyaptiki, ko'chalarda ham shunga ekishga hukumatimiz katta e'tibor qaratyapti. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yerda azaliya deymizmi, rododendron deymizmi? Ko'rib turganinglardek mana ajoyib turfa xil sortlari chiqib ketgan. Nomini ham adashtirib yuborasiz. Bu o'zimiz oddiy gardeniyamiz. Bu sansevieriyada. Sanseveriyami bu? Sanseveriya desam, sanseveriyaga o'xshamaydi. Lekin barglari juda ham baquvvat. Mana hozir ko'rgan daraxtimizdan qoyil qolmasdan iloji yo'q. Bu san'at darajasiga olib chiqib yuborgan bular xitoyliklar o'simliklarni. Bu olmalarni qarang, Xitoy yangi yili yaqinlashgani sari mana bunaqa olmalar ham ko'payib borar ekan. Bu olmalar, bu meva ko'rib turgan mevasi tabiiy emas, tabiiyligi tabiiy, lekin o'zi meva solmagan. Buni kilay bilan yopishtirib qo'ygan. Buni biladiganlar kommentariyaga nomini yozib ketinglarchi. Mana buni ham ko'ringlar, bunaqa ajoyib holat. Bu mana lekin tabiiy o'zi ham meva soladi. Qoyilmisizlar xitoyliklar? Reklamasini ham ko'rsatib ketaylik. Kimga shunaqa patinani yangi boshqacha sortidan kerak desanglar, bunaqasi ham bor. Mana ko'rib turibsizlar, ajoyibligi bu qizil barg, bunisi sarg'ish. Sovuq tushganda bu shunaqa ekanki, sovuq tushgan sari bulari qizil rangga kirib borar ekan. Havo salqinroq bo'lsa, bunaqa sarg'ish rangda bo'lar ekan. Agar quyoshli bo'ladigan holat bo'lsa, bu barglar hammasi yashil tusga kirar ekan. Xudo xolasa, mana shulardan olib boramiz. Kimga qiziq bo'lsa, opisiyaga o'tib, Telegram orqali aloqaga chiqinglar. Agar bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, yangiliklardan birinchilardan bo'lib boxabar bo'lasiz. Bugun berani manaqa ajoyiblari ham bor. Qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Like, podpisatsiya esdan chiqmasin. Hali bizning yangiliklarimiz oldinda.